Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Portugaliya va O'zbekiston terma jamoalari o'rtasida nimalar bo'ldi? Bu o'yin nafaqat natijasi, balki maydondagi voqealari, futbolchilarning hissiyotlari va murabbiylar qarorlari bilan ham ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Avvalo o'yindan keyin eng yaxshi futbolchi sifatida intervyu bergan Cristiano Ronaldoning fikrlariga to'xtalib o'tamiz. Ronaldo o'z nutqida O'zbekiston jamoasiga tashakkur aytdi va rekordlar va shaxsiy yutuqlardan ko'ra jamoaning mehnati va birligi muhimroq ekanini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, hafta davomida jamoa katta bosim ostida ishlagan, tanqidlar bo'lgan, ammo futbolchilar bir-biriga ishonishda davom etgan. Ronaldo uchun eng katta yutuq navbatdagi rekord emas, balki jamoaning maqsadlariga erishishi ekanini yana bir bor ta'kidladi. Bu gaplar bejiz emas, chunki futbol tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri bo'lishiga qaramay, Ronaldo hanuzgacha mehnatni birinchi o'ringa qo'yadi. U intervyusida qiyin hafta bo'lganini, hatto ayrimlar uni futbolni tugatgandek tasavvur qilganini ham aytib o'tdi. Lekin u har doimgidek mehnat qilishda davom etgan va natijada yana maydonda o'z so'zini ayta olgan. Endi esa o'yinning eng ta'sirli lavhalaridan biri haqida gaplashamiz. Bu Abduqodir Husanovning o'yindan keyingi holati edi. Husanovning ko'z yoshlarini ko'rgan muxlislar turlicha fikr bildirishdi, lekin mening nazarimda u oddiy mag'lubiyat uchun yig'lagani yo'q. Futbolchi sifatida u maydonga g'alaba uchun tushadi. Ayniqsa terma jamoa safida o'ynayotgan paytda mas'uliyat yanada ortadi. Shuning uchun ham Husanovning ko'z yoshlarida alam, afsus va muxlislar oldidagi javobgarlik hissi mujassam edi. Har qanday professional futbolchi mag'lubiyatni qabul qiladi, lekin ba'zi mag'lubiyatlar yurakka qattiq botadi. Bu ham shunday uchrashuvlardan biri bo'ldi. O'sha vaziyatda uni jamoadoshlari va boshqa futbolchilar yupatishga harakat qilishdi. Futbolning go'zalligi ham shunda. Maydonda raqib bo'lgan futbolchilar o'yin tugagach bir-birining hissiyotlarini tushunadi. Ronaldo ham Husanovga dalda bergani ko'pchilikning e'tiboridan chetda qolmadi. Bu tajribali futbolchining yosh avlodga bo'lgan hurmati va insoniy fazilatlarini ko'rsatadi. Endi esa asosiy savolga o'tamiz. Nima uchun O'zbekiston bu o'yinda kutilgan natijani qayd eta olmadi? Bu yerda ko'pchilikning e'tibori bosh murabbiy Fabio Cannavaroga qaratilgan. Futbolchi sifatida Cannavaro afsona, u jahon chempioni, oltin to'p sohibi va himoyachilar orasidagi eng buyuk futbolchilardan biri hisoblanadi. Ammo kuchli futbolchi bo'lish har doim ham kuchli murabbiy bo'lish degani emas. Bu o'yinda O'zbekistonning taktik sxemasi ko'plab savollarni yuzaga keltirdi. Jamoa himoyada ham, hujumda ham o'zining eng yaxshi futbolini namoyish eta olmadi. Ayrim futbolchilar o'z pozitsiyalarida o'zlarini erkin his qilmagandek taassurot qoldirdi. Balki Cannavaro tanlagan sxema aynan O'zbekiston terma jamoasi uchun mos emasdir. Balki u hali futbolchilarni to'liq o'rganib ulgurmagandir. Balki unga vaqt kerakdir. Bularning barchasi ehtimol, lekin muxlislar boshqa savolni ham bermoqda. Nega avvalgi murabbiy bilan davom etilmadi? Gap Temur Kapadze haqida ketmoqda. Ko'pchilik Kapadze davridagi o'yinlarni eslaydi. U futbolchilarni juda yaxshi bilardi. Kim qaysi pozitsiyada yaxshi o'ynashini, kim qanday vazifani bajarishini tushunardi. Eng muhimi, futbolchilar ham uning talablarini yaxshi bilishardi. Kapadze davrida terma jamoaning o'yini mukammal bo'lmagan bo'lishi mumkin, ammo tizim va tushuncha bor edi. Futbolchilar nima qilish kerakligini aniq bilishardi. Shu sababli ham bugungi natijalardan keyin ko'pchilik Kapadzeni sog'inayotganini yashirmayapti. Yana bir qiziq fikr bor. Ayrim muxlislar hatto Ro'ziqul Verdiyev kabi mahalliy mutaxassislar imkoniyat olganida ham natijalar yomon bo'lmas edi deb hisoblashmoqda. Bu fikrga qo'shilish yoki qo'shilmaslik mumkin, lekin bunday qarashlarning paydo bo'lishi jamoaning hozirgi natijalaridan muxlislar qoniqmayotganini ko'rsatadi. Albatta, bir yoki ikkita o'yin bilan murabbiyga yakuniy baho berish ham noto'g'ri. Har qanday murabbiyga vaqt kerak bo'ladi. Ayniqsa yangi jamoa, yangi muhit va yangi futbolchilar bilan ishlayotgan mutaxassis uchun. Ammo futbol natijani talab qiladi. Agar natijalar bo'lmasa, savollar ko'payadi. Hozir aynan shunday holat yuzaga kelmoqda. Shunday bo'lsa-da, O'zbekiston terma jamoasida salohiyat bor. Tarkibda kuchli futbolchilar yetarli. Ayniqsa Husanov kabi yosh va iqtidorli futbolchilarning mavjudligi kelajakka umid uyg'otadi. Mag'lubiyatlar futbolning bir qismi, muhimi ulardan to'g'ri xulosa chiqarish. Endi esa barcha nigohlar navbatdagi bahsga qaratilgan. Cannavaro va uning murabbiylar shtabi xatolardan qanday xulosa chiqaradi? Taktikada qanday o'zgarishlar bo'ladi? Futbolchilar qanday reaksiyani namoyish etadi? Bularning barchasini keyingi uchrashuvlarda ko'ramiz. Hozircha esa aytish mumkinki, Portugaliya haqli ravishda g'alaba qozondi. Ronaldo yana bir bor o'zining professional darajasini namoyish etdi. Husanov esa mag'lubiyatga qaramay, o'z hissiyotlari va terma jamoaga bo'lgan sadoqati bilan ko'pchilikning hurmatini qozondi. Futbolda ba'zan g'alaba qozonasiz, ba'zan yutqazasiz. Muhimi, kurashdan to'xtamaslik. O'zbekiston terma jamoasiga esa keyingi o'yinlarda omad tilaymiz.